Assalamualaikum hörmətli qarindaşlar. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti televiziyasının xəbərlər proqramısını görüşənlərni qızğın qarşı alırıq. Xitay Xalq Cumhuriyetining qurilganligining 73 yilligini la'natlash munosabati bilan dunyoning har qaysi joylarida namoyish o'tkazildi. Tunda tafsiliy mazmunlarni diqqatingizga sunamiz. 1 oktyabr kuni tajovuzchi Xitoy Kompartiyasi boshchiligidagi Xitoy Xalq Cumhuriyeti e'lon qilingan Şərq Türkistan uchun qora tunning boshlanishidan derak bergan kun. Bu gün aziz şehitlerimizden akqızgan qanları behuda bo'lishidin, Şərq Türkistan xalqi uchun zulmning Şərq Türkistan'da uzunga suzulgan zimiston qishning qayta boshlanishidan bishorat berilgan kun. 1949 yili 10 ayning 12 kuni General Wang Jin boshchiligidagi Xitoyning atalmış xalq ozodlik armiyasining 2 armiyasi Şərq Türkistan bilan Xitoy o'rtasidagi Anshi Yumin chegarasidan o'tib, Şərq Türkistan'a təcavüz qilib, müstəqil Şərq Türkistan Cumhuriyetini 1949 yılı 12 ayının 22 günü ağıtırıp taşladı. Xitay təcavüzçiləri Şərq Türkistan'ı besib alğandan başlap, Şərq Türkistan'da müstəmlike, assimilasiya siyasəti yürgüzdü. Vaqt ötgənsiri bu zulüm texmi küçəydi. Şərq Türkistan xalqı alimleridən, sərxilleridən, baylardan ayrıldı. Ən axırda umumyüzlük qatliam başlandı. Xitay təcavüzçilərinin məqsədi Şərq Türkistan'ı onun egisi bolğan Uyğur və başqa türk xalqıdan təltüküs ayrıvetiş. Şərq Türkistan'ı əbəd özünün işğaliyyəti astıda tutuş. İmperialist təcavüzçi Xitay hakimiyyəti məqsədiga yetəməydi. Aziz vətənimizni Xitay təcavüzçilərdən qaytarıb eliş üçün ən axırqı tamçı qanımız qalğıca Xitay təcavüzçiləri bilan kuraş qilishni davomlashtiramiz. Bir kuni Şərq Türkistan'ның müstəqilligining asliga kelib, Şərq Türkistan xalqining hörlikka erişidiganligiga shaksiz ishonchimiz bilan izchil alg'a ilgirlaymiz. Şərq Türkistan sürgündü hökuməti və Şərq Türkistan Milli Uyg'unish harakatining o'rinlashtirishi orqasida Xitoy Xalq Cumhuriyetining qurilganligining 73 yilligini la'natlash munosabati bilan Amerika, Kanada, Yaponiya qatorliq davlatlarni o'z ichiga olgan dunyoning har qaysi joylaridagi davlatlarda namoyish o'tkazildi. Eng oldi bilan Amerika Oq Saroyning oldida o'tkazilgan namoyishda Bosh ministerimiz Salih Xudoyor apandining bayonotini diqqatingizga sunamiz. Biz bugun Xitoy Xalq Cumhuriyetining qurilib, ishg'ol qilgan Şərq Türkistan, Tibet, Hong Kong, Janubiy Mongoliya, Tayvan qatorliq davlatlar uchun qora kunning boshlanganligini xotirlash munosabati bilan jam bo'lib turibdimiz. 73 yil burunqi bugungi kuni imperialist Xitoy ishg'olchi kommunistik partiyasi hokimiyat beshiga chiqib, Razil mustamlika imperiyasi Xitoy Xalq Cumhuriyetini e'lon qildi. 1949 yili 10 ayning 13 kuni imperialist Xitoy Kompartiyasining ozodlik armiyasi vatanimizga besib kirgandan keyin 1949 yili 12 ayning 22 kuni mustaqil Şərq Türkistan'ı ag'dirib tashlash natijasida bugungacha davomlashgan mustamlika irqiy qirg'inchilik siyosatini yurgizdi. Shunisi aniqki, irqiy qirg'inchilik va ishg'ol terrorizmning eng nachar shaklidan iborat bo'lib, bu rezil kuch sistemasi bir butun millatni tamoman yiltizdan quritib tashlab, o'rniga dastlashni maqsad qiladi. 1955 yili 1 oktyabr kuni Xitoy Kompartiyasi Şərq Türkistan'a Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb nom berib, Şərq Türkistan'ni tarix bitidan tamoman o'chirdi. Keyingi 10 yilda Xitoy imperializmi Şərq Türkistan'ni mustamlika qilib, Şərq Türkistan'ning nüfus qurilmasini qasddan o'zgartdi. 1964 yildan 1966 yilgacha Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi Xitoy imperialistlari Şərq Türkistan'da 46 qatim atom sınıqı elib berish natijasida 750 ming Uyg'ur va boshqa Türkiye xalqlar hayotidan ayrildi. Shuning bilan bir vaqtda sistemlik irqiy qirg'inchilikning bir turi bo'lgan majburiy homiylik tushirib qilmishi bilan shug'ullanib, 1979 yildan 2009 yilgacha 3.700.000 nafar Uyg'ur va boshqa Türkiye xalqining bovoqlari majburiy homiylik tushirib operatsiyasi orqali o'ldirildi. Shundaqdimi Uyg'ur va boshqa Türkiye xalqlari azaldan mustaqillikni qo'lga keltirish harakatidan voz kechmadi. 1991 yili Sovet ittifoqi parchalangandan keyin O'rta Osiyodagi Türk Cumhuriyetlarining mustaqillikka erishishi Şərq Türkistan xalqining Şərq Türkistanning mustaqilligini qayta qo'lga keltirish uchun kurash qilishiga ilhom berdi. Talayga qarshi 2001 yili 11 sentabr kuni yuz bergan terrorlik hujumidan keyin Xitoy Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa Türkiye xalqlarining islom diniga e'tiqod qilganligidan foydalanib, Şərq Türkistan xalqining ishg'oliyat imperializmga qarshi kurashini terrorlik harakati, Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa Türkiye xalqlarini terrorchi qilib tanitdi. 2001 yildan boshlab Xitoy Şərq Türkistandagi Uyg'ur va boshqa Türk xalqiga qarata terrorlikqa qarshi turish siyosatini bahona qilib, keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik urushini bugunga qadar davomlashtirdi.
2014 yılı maydan itibaren Şərqi Türkistanның qayta müstəqillikə erişishinin aldını elish. Şərqi Türkistanni Xitayning əbədi bir parçası qilib elish maqsadida Şərqi Türkistandagi Uyg'ur va boshqa Türkiye xalqlariga qarata rasmiy turda keng ko'lamlik irqiy qirg'inchilik yurgizib keldi. Amerika Davlat Mudofaa Ministerligining doklatiga asoslanganda 2014 yildan boshlab kam degandimi 3 million Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Türkiye xalqlari jazo lagerlari, turma va majburiy emgak lagerlariga qamalgan. Xitayning 2020 yılı sentabrda e'lon qilgan Aqtaşlıq kitobiga asoslanganda 2014 yildan 2019 yilgacha har yili 1.290.000 jami 7 milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa Türkiye xalqlarini irqiy qirg'inchilik yurgizish uchun jazo lagerlari va turmalarga qamagan. Jazo lagerlari va turmalardagi Uyg'urlar meni yuyish, majburiy tug'mas qilib organlarini sug'urib olish, majburiy emgak silish, och qo'yish, bosqinchilik qilish, qattiq qiynash, o'ltirish qatorliq vahshiy qilmishlarning qurboniga aylangan. Jazo lagerlari va turmalarning sirtidagi Uyg'urlar keng ko'lamda nazorat qilish, sistemlik kamsitish, irqchilik qilmishining qurboniga aylangan. Yüz minglarcha Uyg'ur va boshqa Turkiy millat ayollari majburiy tug'mas qilib etilgan. 850.000 Uyg'ur va boshqa Turkiy millat bolalari oilasidan majburiy ayirib etilib, davlatning yatoqliq maktablari va darültamlarga o'rinlashtirilib, sodiq Xitoy fuqarosi sifatida yetishtirilmoqda. 2021 yılı Amerika hükümeti ve parlamenti, ondek Avrupa devlet parlamentleri ve Kanada, Xitayning Şərqi Türkistandagi Uyg'ur ve başka Türkiye xalqlariga qaratgan vahşiyliklerini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qildi. Nurg'ulg'an ayblashlar va jazolashlarga qaramay, Xitoy Şərqi Türkistanda irqiy qirg'inchilik, mustamlika, ishg'ol harakatini izchil davomlashtirib kelmoqda. Hozir irqiy qirg'inchilikning shakli o'zgardi. Koronavirusning oldini olish bahonasi bilan Xitoy imperialistlari Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarni uylariga sulab, och qo'yib, qasddan o'ldirmoqda. Ba'zilar Xi Jinping va Xitoy Kompartiyasi ag'dirilib, Xitoyning demokratik davlatga aylanishini umid qildi. Shundalar masalaning hal bo'lganligiga ishonadi. İnsaniyetning tragediyalik kechirmishi bo'lib, Şərqi Türkistanning oldingi asrdagi kechirmishi shuni ko'rsatadiki, bundaq bo'lgandimi Şərqi Türkistanda Xitoyning ishg'oliyati, mustamlikasi izchil davomlashadi. Xalqi irqiy qirg'inchilikqa uchraydi. Şərqi Türkistan Xitoyning imperializmi va mustamlikasidan tamoman qutulib, butunlay mustaqillikqa erishmaguncha millionlagan Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlar ustidan yurgizayotgan irqiy qirg'inchilik echinishlik turida davomlashadi. Biz xalqaro jamiyatni Amerika va G'arb davlatlarining Xitoyning Şərqi Türkistanda yurgizayotgan irqiy qirg'inchilikni Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Inson haqlari kengashida kun tartibga ilish harakatini qo'llashini talab qilamiz. Biz xalqaro jamiyatni bo'libmi Amerika hukumatini ahamiyatli amaliy harakat qo'llanib, kommunistik Xitoy va uning imperializmini oxirlashtirishni, dunyoning jiddiy harakatga kelib davomlashayotgan ishg'ol va irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirishni talab qilamiz. Biz erkin dunyo bo'libmi Amerika Qo'shma Shtatlarini Xitoyning Şərqi Türkistandagi uzun muddatlik mustamlika qilish, irqiy qirg'inchilik va ishg'oliyat harakatini oxirlashtirishga chaqiriq qilamiz. 73 yil yeter. Biz dunyoning har qaysi joylaridagi hukumatlarni Ukrainaning ko'rishini qo'llagandek Şərqi Türkistanning mavjudligini saqlash, mustaqilligini asliga keltirish ko'rishini qo'llashini talab qilamiz. Xitoyning irqiy qirg'inchilik jinoyati ustidan xalqaro sudga sunilgan Şərqi Türkistan davosini qo'llab, Baş teftiş Karimxanning Xitoyning Şərqi Türkistandagi Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarga qarata yurgizayotgan irqiy qirg'inchiligi va boshqa insoniyatga qarshi jinoyati ustidan tekshirish boshlatishga chaqiriq qilishini talab qilamiz. Biz xalqaro jamiyatni bo'libmi Amerika hukumatini Xitoyni imperialist, davlat alqagan jinoyatchi terrorlik tashkiloti ekanligidan iborat haqiqatni e'tirof qilishga chaqiriq qilamiz. Biz Amerika hukumatini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni Şərqi Türkistonni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishini talab qilamiz. Biz Amerika hukumatini asr davlatlarga bergan va'dasiga amal qilib, Şərqi Türkistonga asr davlat sifatida muomala qilib, Şərqi Türkistonning mustaqilligini asliga keltirish, qonunliq ko'rishini qo'llashini talab qilamiz. Eng oxirida shuni aniq aytamizki, irqiy qirg'inchilikni oxirlashtirish, demokratiya, inson haqlari, hurlikka erishish, Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarning mavjudligini saqlab qolishning birdan-bir yo'li Şərqi Türkistanning Xitoy imperializmi va kommunizmining barliq shakllaridan taltikus qutulib, mustaqilligini asliga keltirishdan iborat. Vaqt Xitoyga qarshi turish, Xitoy imperializmiga qarshi kurash qilish, Şərqi Türkistanning mustaqilligini asliga keltirish vaqtidir. Şərqi Türkistan sürgündü hökumətinin köçmənlik işlərə məsul xadimi Əziz Sulayman əpəndi Xitoy təcavüzçillərinin Şərqi Türkistanğa besib kirib,
İşgal qilgandan keyinki Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilikni, Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirmagunicha Sharqi Turkiston xalqining hurlikka erisholmaydiganligidan iborat haqiqatni, xalqaro jamiyat va davlatlarning Sharqi Turkistonning mustaqilligini asliga keltirishga yordam qilishini, Sharqi Turkiston sürgündü hökumətinin Xalqara Cinayi İşlər Sot Məhkəməsiga sunğan davasını qollab, baş təftiş Karimxanның Xitayning irqiy qirg'inchilik jinoyatlari ustidan tekshirish etishga da'vat qilishini talab qilganligini yana bir qatim ta'kidladi. Boshqa Uyg'ur qarindoshlarmi barliq Sharqi Turkistonliklarning bir niyat, bir maqsadda Sharqi Turkistonning mustaqilligi uchun kurash qilishining zarurligini ta'kidladi. Uningdan boshqa Tibet vakilimi Xitoy imperialist kuchlariga o'rtaq qarshi turishga chaqiriq qildi. Kanadaning Alberta millat vakillari binosi oldida o'tkazilgan namoyishda Sharqi Turkiston surgundi hukumati Cumhur Reis ishxonasi axborot e'lon qilib, Xitoy tajovuzchilari 1949 yili 10 oyning 13 kuni vatanimizga besib kirgandan keyin 1949 yili 12 oyning 22 kuni mustaqil Sharqi Turkistonni ag'dirib tashlab, Sharqi Turkistonni ishg'ol qilib, bugungacha mustamlika irqiy qirg'inchilik qilmishini yurgizganligini, Sharqi Turkiston xalqining Xitoyning ishg'oli mustamlikasiga qarshi turib, Sharqi Turkistonning mustaqilligini qayta qo'lga keltirish uchun kurash qilganligini, ishg'ol qilinib dastlabki 5 yil ichida Xitoy tajovuzchilarining 150 ming Uyg'urni o'ldirganligini, 1955 yili 1 oktyabr kuni Xitoy imperialistlarının Sharqi Turkistonga Şinjan Uyg'ur avtonom rayoni deb nom berib, Sharqi Turkistonni tarix betidan o'chirganligini, keyingi 10 yilda Xitoy imperializmining Sharqi Turkistonni mustamlika qilib, Sharqi Turkistonning nüfus qurilmasini qasddan o'zgartganligini, 1964 yildan 1966 yilgacha Xitoy Kompartiyasi rahbarligidagi Xitoy imperialistlari Xitoy Xalq Cumhuriyatining Sharqi Turkistonda 46 qatim atom sınıqı elib berish jarayonida 750 ming Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining hayotidan ayrilganligini, shuning bilan bir vaqtda sistemlik irqiy qirg'inchilikning bir turi bo'lgan majburiy homilani tushirib etish harakatini olib borganligini, 1979 yildan 2009 yilgacha 3 million 700 ming nafar Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqining buvoqlarini majburiy homila tushirib etish operatsiyasi orqali o'ldirganligini, shundaqdimi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarining azaldan mustaqilligini qo'lga keltirish harakatidan voz kechmaganligini, 1991 yili Sovet İttifaqı parçalangandan keyin O'rta Osiyodagi Turk Cumhuriyatlarining mustaqillikqa erishishining Sharqi Turkiston xalqining mustaqilligini qayta qo'lga keltirish uchun kurash qilishiga ilhom berganligini, Talayga qarshi 2001 yili 11 sentabr kuni yuz bergan terrorlik hujumidan keyin Xitoy Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini islom diniga e'tiqod qilganligidan foydalanib, Sharqi Turkiston xalqining ishg'oliyat, imperializmga qarshi kurashni terrorlik harakati, Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini terrorchi qilib tanitganligini, 2001 yildan boshlab Xitoy Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa turk xalqiga qarata terrorlikqa qarshi turish siyosatini bahona qilib, keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik urushini bugunga qadar davomlashtirib kelayotganligini, 2014 yili maydan e'tiboran Sharqi Turkistonning qayta mustaqilligiga erishishining oldini olish, Xitoyning abadiy bir parchasi qilib olish maqsadida Sharqi Turkistondagi Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlariga qarata rasmiy turda keng ko'lamli irqiy qirg'inchilik yurgizib kelayotganligini, Amerika Davlat Mudofaa Ministrligining doklatiga asoslanganda 2014 yildan boshlab kam degandimi 3 million Uyg'ur, Qozoq, Qirg'iz va boshqa Turkiya xalqlarining jazo lagerlari, turma va majburiy emgak lagerlariga solinganligini, Xitoyning 2021 yili sentabrda e'lon qilingan Oq toshliq kitobiga asoslanganda 2014 yildan 2019 yilgacha har yili 1 milliondan ortiq jami 7 million 800 ming Uyg'ur va boshqa Turkiya xalqlarini irqiy qirg'inchilik yurgizish maqsadida jazo lagerlari va turmalarga qamaganligini, lager va turmalardagi lager sirtidagi vahshiyliklarni, 2021 yili Amerika hukumati va parlamenti, Kanada va G'arbdagi 10 dak davlat parlamentlari Xitoyning vahshiyliklarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilganligini, nurg'ulg'an ayblashlar va jazolashlarga qaramay Xitoyning irqiy qirg'inchilik, ishg'ol va mustamlikasini davomlashtirib kelayotganligini, hozir irqiy qirg'inchilikning yangi shaklining o'ttirg'a chiqqanligini, Xitoyning koronavirusning oldini olishni bahona qilib, insonlarni uylariga sulab, och qo'yib o'ldirayotganligini, kishilarning Shi Jinping boshchiligidagi imperialist Xitoy Kompartiyasi ag'dirilib, Xitoy demokratik davlatga aylanishni umid qilganligini, ammo insoniyatning tragediyalik kechirmishining Xitoy imperialistlarining Sharqi Turkiston, Janubiy Mong'oliya, Tibetga qarta ishg'oliyati davomlashayotgan irqiy qirg'inchilikning mos holda davomlashadiganligini isbotlaganligini, Sharqi Turkiston, Tibet va Mong'oliyaning Xitoy imperialistlarining ishg'oliyatidan qutulganda, andin xalqining irqiy qirg'inchilik va zulmdan qutulib, hurlikka chiqadiganligini,
xalqaro jamiyat bo'libmi Kanada hukumatini ahamiyatli harakat qo'llanib Xitoy imperializmini, Xitoy kompartiyasini ag'dirib tashlashni, jiddiy harakatga kelib Sharq Turkiston, Tibet, Janubiy Mongoliya, Hong Kong qatorliq joylardagi zulm tortayotgan barliq insonlarni zulmdan qutuldirishni talab qilganligini, Kanada hukumatini o'z ichiga olgan xalqaro jamiyatni Xitoyning imperialistik davlat talqan jinoyatchi terrorlik tashkiloti ekanligidan iborat haqiqatni e'tirof qilishga chaqiriq qilganligini, Xitoy ishg'ol qilib olgan Sharq Turkiston, Tibet, Mongoliyaga o'xshash davlatlarni ishg'ol qilingan davlat deb e'tirof qilishga chaqiriq qilganligini, asir davlatlarga bergan va'dasiga amal qilib, Sharq Turkistonga asir davlat sifatida muomala qilib, Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish qonunlik kurishini qo'llashini talab qilganligini, Sharq Turkiston, Hong Kong, Tibet qatorliq davlat xalqlarining kishilik huquq, demokratiya, hurlikka erishishning birdan-bir yo'lining Xitoy imperializmi va kommunizmining barliq shakllaridan qutulib, mustaqillikka erishish ekanligini, Xitoy imperializmga, Xitoy ishg'oliyatiga qarshi turib, Sharq Turkistonning mustaqilligini qayta qo'lga keltirish kerakligini aytdi. Uningdan boshqa Uyg'ur va boshqa Turkiy xalqlarning Sharq Turkistonda 6000 yildan beri yashab kelayotganligini, islom diniga kirish tarixi, Uyg'urlarning O'rta Osiyodagi o'zbek, tatar, turkman, qozoq qatorliqlarga o'xshash hamma jihatdan Xitoydan tamoman farqli turk millati ekanligini, shu sababdan irqiy qirg'inchilik yurgizayotganligini, islom dinini va xalqining madaniyatini dafsanda qilayotganligini, Sharq Turkiston xalqining Xitoy hukumatini e'tirof qilmaydiganligini, Xitoyning Sharq Turkistonga yot, chet ellik ekanligini, Sharq Turkiston xalqining erkin dunyodagi davlatlar, xalqaro jamiyatdan Sharq Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish uchun yordam talab qilganligini qayta ta'kidladi. Sharq Turkiston surgundi hukumatining muavin prezidenti Abdulahat Nur Apandi muhim axborot e'lon qilib mundaq dedi. Bugun 2022 yili 10 ayning 1 kuni ana vatanimiz Sharqiy Turkiston ishg'ol qilinganligining 73 yili. Biz bu kunni matam kuni deb e'lon qilamiz va Xitoy tajovuzchilarini bu kunda la'natlaymiz. Xitoy tajovuzchilari bizning vatanimizni bosib olib, bugun bayram qilayotgan bo'lsa, biz bu kunni matam kuni bilib Xitoy tajovuzchilarini la'natlaymiz va Xitoyning davlat bayrog'ini la'natlaymiz va qabul qilmaymiz. Va Xitoy tajovuzchilariga qarshi turadiganligimizni e'lon qilamiz. Biz Kanadada yashayotgan Sharqiy Turkistonliklar bugun Xitoy tajovuzchilari tarafidan bosib olingan davlat Sharqiy Turkistonda irqiy qirg'inchilik, zulm, xo'rlik va haqorat ichida yashayotgan, shundaqla chorasiz qolgan xalqimizning vakili bo'lish salohiyatimiz bilan Kanada hukumatidan va boshqa g'arb davlatlaridan yordam so'rash maqsadida namoyishimizni davomlashtiramiz. Chunki biz Kanada hukumatining insoniyatni qo'g'daydiganligiga ishonamiz va adil maydonda turib Sharqiy Turkiston xalqini qutqizib olishini talab qilamiz. Xitoy tajovuzchilari musha asrda butkul dunyo erkinlik va demokratiyani tashabbus qilayotgan vaqtda yana kelib dunyoning tinchligini qo'g'daymiz deyotgan davlatlarning ko'zi oldida millionlagan Uyg'urlarni asos qilgan Qozoq, Qirg'iz qatorliq Sharqiy Turkiston xalqiga inson qalbidan chiqqan irqiy qirg'inchilik jinoyati olib beryapti. Masalan, Sharqiy Turkistondagi millionlagan tinchlikni so'ydigan begunoh kishilarni, olim ziyolilarni, tijoratchilarni va har qaysi kasb ahllarini umuman qilib aytganda Sharqiy Turkiston xalqining mavjud bo'lib turishiga foydasi bo'lgan har qanday kishini xohlagancha tutqun qilib, xo'rlab o'ltirish lagerlariga solib olib, och qo'yish, urush, tillash, qiynash, meditsinasini qilib berish, xo'rlab o'ltirish, bosqinchilik qilish, organ askanchilik qilish, atkazchilik qilish qatorliq inson tasavvur qilg'isiz jinoyatlarni sodir qilyapti. Shuning bilan teng millionlarcha Sharqiy Turkistonlikni izdiraksiz yo'qotib, dalil isbotlarni yo'q qilish maqsadida jasad ko'ydirish o'choqlari silib, jasadlarni shu o'choqlarda ko'ydirib, xalqaroning ko'zini bo'yash orqali irqiy qirg'inchilik jinoyatini uzluksiz davomlashtiryapti. Yana bir tarafdan butun dunyoda normal deb qaralayotgan odatdagi diniy odatlarni, shundaqla Sharqiy Turkiston xalqining tarixdan buyon davomlashtirib kelayotgan urf odatlarini jinoyat deb bekitib,
tutqun qilishni davomlashtiryapti. Maktablarda Uyg'ur tili, qozoq tili qatorliq turkiy til yoziqlarini cheklab, bolalarning kichkinalar o'z tilida so'zlay olmas qilib qo'yapti. Buni ozdab, xalqimizni yuqori texnik sistemalarni qo'llanib, 24 soat nazorat ostiga olib, shaxsiy turmushiga qadar aralashib olib, xotirjam uxlash huquqidan mahrum qilyapti. Shundaqla urug' tuqqan va do'stlari bilan normal aloqa qilishni cheklayapti. Millionlagan Sharqiy Turkiston ayollariga qarata inson qalbidan chiqqan xo'rliqlarni qilyapti. Masalan, majburiy homila tushirish, Xitoy tajovuzchilari bilan to'y qilishga majburlash, jinsiy qul qilish, Xitoy shaharlariga surgun qilib, azan ishchaltida qul qilish, illiq oilalarni vayron qilib, millionlarcha bolalarni yetim qoldirish, ota-ona mehridan ayirib, ruhiyatiga buzg'unchilik qilish qatorliq jinoyatlarni o'tkazyapti. Buningga qanoat qilmagan Xitoy rejimi Sharqiy Turkistondagi boyliqlarni bo'lib, Xitoyga olib qochish, xalqni bo'lang-talang qilish, muhitni bulg'ash, yadrosini qilish, yurt mahallalarni atalmış o'zgartirish nomida yo'qotib etish qatorliq og'ir buzg'unchiliklarni qilyapti. Yana millionlagan buvoqlarni o'zaro onasidan ayirib, ota-onasidan ayirib, xitoylashtirib, ularning yoshiringa Xitoylar tomonidan baqib cho'ng qilinayotganligini tashviq qilinib, Xitoylar o'zlarini shafaatchi qilib ko'rsatyapti. Xitoy rejimi yana Sharqiy Turkiston xalqini zo'rlik bilan namratlashtirib, xalqimizni atalmış ishga o'rinlashtirish nomida qul qilib ishlatyapti. Necha 10 million Sharqiy Turkiston xalqini ruhiy va jismoniy jihatdan xaroblashtirib, normal yashash huquqidan mahrum qoldiryapti. Xitoy tajovuzchilari yuqoridek inson qalbidan chiqqan jinoyatlarni planliq va sistemalik holda Xitoy tajovuzchilarining qo'li bilan olib beryapti va Sharqiy Turkiston xalqini kamplarga solib yo'q qilyapti. Buning isbotlarini yo'q qilish uchun Xitoy ichi va sirtidagi Xitoyga baqinadigan axborot vositalari orqali va Xitoyga sotilib ketgan xoinlar va tegipaslar orqali irqiy qirg'inchilik jinoyatini yo'shirishga tirishyapti va o'lim kamplarini paydo yangidan tarbiyalash o'rinlari deb xalqaroni aldashga tirishyapti. Xitoy tajovuzchilari bu xalqaroni aldash aldamchiligiga mas qadamda chet eldagi Uyg'urcha so'zlay oladigan istixborot shayklari orqali Sharqiy Turkiston xalqini indigenous people qilib ko'rsatishga tirishmoqda. Va bu shakllar orqali Sharqiy Turkiston xalqini, xususan Uyg'ur xalqini BDTga va boshqaralik tashkilotlarga indigenous people qilib, ya'ni yavoyi, qaloq, davlat qurolmaydigan, tarixdan davlat qurib boqmagan, davlat qurishga salohiyat yetmaydigan, Xitoyga tayanmasi jamba qilmaydigan bechariq millat qilib ko'rsatyapti. Chunki Sharqiy Turkiston xalqi indigenous people hisoblangan chog'da Xitoy tajovuzchilarining bu indigenuslarni kamplarga solib tarbiyalash haqqi bo'ladi. Chunki indigenous people degan nomining siyosiy literaturdagi ma'nosi yavoyi, qaloq, osonlik, o'zini o'zi boqolmaydigan, yaramsiz, yordamga muhtoj degan bo'ladi. Bir millat qaloq bo'lsa yoki yavoyi bo'lsa, u millat tarbiyalanishga muhtoj bo'ladi. Bir millat osonlik bo'lsa, u millatning ko'p sonliqlar tomonidan g'amxo'rlikqa loyiq ko'riladi. Shundaqla bir millat o'zini o'zi boqolmaydigan, yaramsiz va muhtoj bo'lsa-mu, yana g'amxo'rlik qilinishga loyiq ko'riladi. Shuning uchun Xitoy istixborot shayklari bizga indigenous people degan nomni qo'ygizdi va bu qalpoqni qo'ygizdi. Va bizni qaloq, yavoyi, yaramsiz, osonlik bir toyib qilib ko'rsatdi va Xitoy rejimi Mars qadamda Sharqiy Turkiston xalqlarining kamplarga va turmalarga solib irqiy qirg'inchilikqa boshladi. Buningga e'tiroz bildirganlarga Xitoy tajovuzchilari Uyg'urlarning yavoyi va qaloq osonlik bir toyib ekanligini, Xitoyning Uyg'urlarni tarbiyalamasa bo'lmaydiganligini aytib, xalqaroning og'zini yetishga tirishyapti. Shunda qilib Xitoy shayklari Uyg'urlarni indigenous people qilib ko'rsatishga tirishmoqda. Xalqaroga Uyg'ur masalasining kishilik huquq masalasi ekanligini, kamplar taqosilar va biroz kengchilik qilinsa bo'ladiganligini, Uyg'ur masalasining Xitoyning ichki masalasi ekanligini imo qilishib, Sharqiy Turkistonning ismini atayanmay, haqoratlik Xitoycha ismini numus qilmay, xalqaroda hozirgacha so'rab yurishmoqda.
ve hatta namoyishlarda Sharqiy Turkistonning mustaqilligini asliga keltirish kerakligini ifodalaydigan lozunkalarning ko'tarilishigami ve echilishigami qarshi chiqishmoqda. Bu shaykalar bu orqali xalqaroga xato ushur bermoqda. Uyg'urlarga xizmat qilish tunasida Uyg'urlarni satib qajlamoqda ve Xitoy sizib bergan siziq bo'yicha Sharqiy Turkistonning abadiy Xitoy zamini bo'lib ketishiga xizmat qilmoqda. Biz Sharqiy Turkistonliklar Xitoy tajovuzchilarining bu vahshiy bostirishga qat'iy qarshi turamiz ve Kanada xalqini Xitoy tajovuzchilarining asabiyatchi, faşist milliyetçiligidan ogohlantiramiz. Çünkü Kanada hükümeti Xitoy tajovuzchilarining bu vahshiyona jinoyatlarini tezdan tadbir qo'llanib to'xtatmasa yoki Sharqiy Turkiston xalqini qutqizib olmasa, yirik bo'lmagan kelgusida tajovuzchilikni Osiyoga, undan keyin G'arb dunyosiga kengaytirishi muqarrar. Sharqiy Turkiston xalqi tarixdan buyon tinchlikni so'ydigan, insoniyatni so'ydigan, madaniyatlik, ahko'ngil xalq. Shundaqla tarixdagi xalqlarning siyosiy qaroriga hurmat qilib, tinch yashab kelgan xalq. Afsus, Xitoy tajovuzchilari asli zamin egalari bo'lgan Sharqiy Turkiston xalqini yo'qotib etish uchun masalani o'zi paydo qilib, begunoh xalqlarga inson tasavvur qilg'isiz zulmlarni qilyotdi. Xitoy tajovuzchilarining bu jinoyatlari Birleşken Devletler Teşkilatı'nın 1948 yılı imzalagan irqiy qirg'inchilikning oldini olish ve jazolash ahdnomasining 2. maddasiga asosan irqiy qirg'inchilikka kiradi. Biz Kanada hukumatidan dunyodagi yuksak demokratiyaning qo'g'dug'ichi davlatlarning biri bo'lish sifati bilan adolatga ega chiqishini ve Sharqiy Turkiston xalqining demokratik haq huquqlarini qo'g'dishini, irqiy qirg'inchilikni to'xtatish uchun tadbir olishini, Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkiston xalqiga elib berayotgan vahshiyona jinoyatlarini irqiy qirg'inchilik deb e'tirof qilishini ve Sharqiy Turkistonni Xitoy tajovuzchilari tomonidan ishg'ol qilingan davlat deb turishini talab qilamiz. Oxirida biz shunday keskin xitob qilamizki, Sharqiy Turkiston masalasi tarixda xalqaro masala bo'lganiga o'xshash, bugunmi yana xalqaro masaladir. Bu harbizmi Xitoy tajovuzchilari ve yaloqchilari aytgandek Xitoy tajovuzchilarining ichki masalasi emasdir. Xitoy tajovuzchilari ve da'vogar tuni o'rnagan Xitoy g'olchilari Sharqiy Turkiston xalqini ve bütün dunyoni siyosiy jihatdan qaymoqtirish uchun Sharqiy Turkiston zaminini Xitoy zamini qilib ko'rsatishga tirishib, uni Xitoycha bo'lgan ishg'oliyat nomi bilan atmoqda ve Sharqiy Turkiston xalqining mustaqillik irodasiga buzg'unchilik qilishni davom qilmoqda. Biz Sharqiy Turkiston xalqining vakili bo'lish sifatimiz bilan bu kishilarning bu aksilen inqilobiy qilmishlarini qat'iy rad qilamiz ve besilingan davlatimizning ismining asli shaklda Sharqiy Turkiston deb atilishini talab qilamiz. Shuningdek, Kanada hukumatining tarixiy isbotlarga hurmat qilib, adolat ve haqiqat talab turib, Xitoy tajovuzchilarining Sharqiy Turkistonda olib berayotgan irqiy qirg'inchiligini ve tajovuzchiligini oxirlashtirish uchun kuch chiqarishni o'tinamiz. Kanada hukumati boshchiligidagi xalqaro jamiyatning Sharqiy Turkiston masalasini adolat bilan to'g'ri hal qiladiganligiga ishonamiz. Hammanglarga ko'pdan ko'p rahmat. Oxirida bizni moddiy ve ma'naviy jihatdan qo'llab kelayotgan kanadalik do'stlarimizga ve yüksek demokratik qimmat qarashining qo'g'dug'chisi bo'lgan Kanada hukumatiga qalbimizdan minnatdorligimizni bildiramiz. Hurmat bilan Sharqiy Turkiston xalqi. Uningdan boshqa Yaponiyadami Uyg'ur va Tibet faoliyatchilarini o'z ichiga olgan Xitoyga qarshi faoliyatchilar keng ko'lamda namoyish o'tkazib, Xitoy Xalq Jumhuriyatining qurilganligini, Sharqiy Turkiston, Tibet qatorliq davlatlarni ishg'ol qilib, irqiy qirg'inchilik yurgizganligini la'natladi. Yaponiyani o'z ichiga olgan xalqarodagi davlatlardan Sharqiy Turkiston va Tibetning mustaqilligini asliga keltirish uchun yordam talab qilindi. Shvetsiya Uyg'ur komitetining tashkillashi ostida Stokgolm shahrida namoyish o'tkazilib, Xitoyning Sharqiy Turkiston xalqiga yurgizib kelayotgan irqiy qirg'inchilik usullari anglitildi. Sharqiy Turkistonning mustaqilligi uchun adoqqicha kurash qilish irodasi bildirildi.
Hörmətli görürmənlər, xəbərlərimizdən kögün alaq üçün köp rəhmət. Kelər qitimki programımız görüşkəcə Allah'a amanet bolğaysızlar.